Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhammad, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Mm, Ishga tushirib oldik. 70 ta turibdi. 70 ta ventilyator ishlayapti. Motor ishlayapti. Mana shu motori ham e'tiborsiz bo'lar ekan. Bu necha soat ishlaydi, u orada o'chirish kerakmi? Yo'qmi? Bunisi chiqarayotgan pari. Bu ventilyator ishlab turibdi hozir. Past turib mana ventilyator o'chganini ham tashlab yuboraman unisini ham. Ha? Bo'pti ukam. Mana ventilyator o'chgan vaqti. Mana hozir ventilyator o'chdi. Endi aniq o'zi ishlayapti. Mana pari mana shu chiqayotgani mana shu. Boyaga ventilyator bilan ishlayotgan edi. Hozir ventilyator o'chdi. Hali dimoxotini qo'ymadik. Bugun o'zi endi yaxshi boshladik. Alloh xolasa ertaga dimoxotini ham qo'yib olamiz. Rahmat ukam. Aka hozir lekin aybi yo'q, hammasi yaxshi. Ishlashi ertalabgacha yana ko'ramiz. Xabar olib turaman. Rahmat ukam, sog' bo'ling, charchamang. Allohning barakasi bo'lsin.